hammamizga vasvasa keladi. O'rtachasi, kichkinasi. Ba'zi bir vasvasalar bo'ladi, sizni tebrata olmaydi ham, qimillata olmaydi ham. Kichkina bo'ladi, ozgina bo'ladi, sizga bilinmay o'tib ketib qoladi. Lekin ba'zilari bo'ladi, xuddi yer qimirlash uyni buzganday zilzila. Vasvasa bizni buzib tashlaydi. E'tiqodni buzib yuborishi mumkin. Dinni buzib yuborishi mumkin. Oilani buzishi mumkin. Do'stlikni buzishi mumkin. Ko'p narsani buzib tashlaydi vasvasa. Bir kishi so'radi shogirdidan. Mana dedi, sen yo'lda ketyapsan dedi. Yaningdan it chiqib qoldi, nima qilasan dedi. Dedi, it haydayman dedi. Yana qaytib keldi, nima qilasan dedi. Yana haydayman dedi. Yana qaytib keldi, yana nima qilasan dedi. Yana haydayman dedi. Hada amrun yatul dedi ustoz. Bu uzoq bo'lib ketadi dedi. Bu tugamaydi dedi. Sen haydayverasan, u kelaveradi. Sen haydaysan, u keladi. Nima qilay dedi. O'sha joyda dedi, egasi bo'lsa, egasiga aytsang, itini chaqirib oladi dedi. Buni misoli dedi, senga vasvasa kelsa, senga yoki boshqa narsa kelsa, shayton tarafdan har xil narsa keladigan bo'lsa, a'udhu billahi minash shaytonir rojim desang ketadi dedi. Shuning uchun bu shaytonning egasi. Shaytonni yaratgan ham Alloh taolo, Allohu xoliqu kulli shay. Hamma narsani yaratuvchisi Alloh taolo. Shu Alloh taologa aytamiz biz.